Oy, Portugaliyaliklar. Mana shu zarilmidi hozir, ha? Mana shu zarilmidi, 5 ta urush shartmidi hozir, ha? Meni mana shu narsaga aralashtirishma dedim-a. Xatyap shu o'yinga aralashtirishma dedim, bab aralashtir. Ronaldo qani? Qani Ronaldo? Oy, chachinga tushibdi. Oy, 41dan o'tyapsan, oyog'ingni uyushtirib zarilmi senga? Oy, ashincha bolangni quchog'ingga olib o'tirsang olmaydimi? Mana shu jahon zematini ko'rib televizorda. Sen bola tuzlug'ingga tupurding, bilib qo'y. O'zbeklar o'zinikidek ko'rardi seni. Sen yaxshi ish qilmading. Qisqasi akalar, hech ham siqilish olmasin. Ey, nima bu hayotga siqilganiga yanmisizlar sizlar? O'yin uchun 5 ta gol. Zo'r yedi-ku zato. Yaxshi, chiroyli gollar yedi-ku, to'g'rimi? Baballashib qoldim, mayli, peshonam shu ekan. Hozir chiq. Nima baqirishyapti? Chiqinglarchi, turinglar. Biz tushishimizdan oldin bitta urib qo'yasizlar-ku. Ha, mayli, bosinglar. Biz tushishimizgacha bitta urib qo'yishdi pa. O'ynaveramiz biz, bolalar. O'ynaveramiz. Hamma o'zbek harakat qilib. Men mashitdan seriozlashaman. Mashitdan boshlang. To'g'ri, boshlang. Qancha gol kerak? Qani? Ronaldo. Nechta gol kerak senga, ha? Mashitga fol qo'yib bersam, mana mashitdan shtrafni qo'yib bersam, tepib olasanmi? 5 marta. Ha? Urolmading, boshqatdan qo'yib beramiz. Yana bitta shans. Sen boshqa narsani bilmaysan, sen. Mashinadan tep mana. Ko'raylikchi kuchingizni. Xohlasang 3 dan kelib olib, kemaladi yo shu kunini yo qilib trip qilmaysanmi? Ashna qilib tep aldab. Qani? Bo'ldi. Bugunga yetadi senga, yetadi. Juda ko'p qo'yib bersam ham bo'lmaydi. Bo'ldi, o'yinni boshlaymiz. Bo'ldi. Endi haqiqiy o'yin. O'zbeklar bosinglar. Penalti bo'lardi hozir, mayli, xo'p. Davay, jigar, davay. Voy. Yiqitishganini ko'rishdingmi? 2 kishi qisib qoldi oradan. Bu penalti. Kamera olib jigar, maktabda yaratdilar, bitta o'zida tiqvaringchi qani? Ha. Bos. Men nima dedim? Maktabga dedimmi? Mana bir. Velit gol. Babylar. Biz уже comeback is on. Ko'rdinglarmi? Ha, Portugallar. Achishyaptimi? Ha, bu referi boshqacharoq referi ekan. Ronaldo, nima deysiz, jigarim? Boshlaylar. Ketdi. Choldi, foul, sariq senga. Menga aptingni burishtirma, yo'qol. Sariq senga. Bular hujumda, demak to'xtanglar. 51-da. Bo'ldi. Portugaliya hujumdami? Birinchi taym tugadi. Ikkinchi taymga chiqamiz. O'zbekiston sal qoldi. G'alata to'sib oldi-da, bo'lmasam yomon qilardi. Ketdi. Yo'q, nima yotibdi menda? Voy, tuziymisiz? To'xtanglar. Penalti. O'yinchi nimaga to'palatib qo'yibsizlar? Penalti. Chap tomon. Varatal o'la, seni aldadikmi biz? Chap tomonga desam, chap tomonga tepadi deb o'yladingmi? Battar gol. Jigarim. Ana qilsa 10 kishi bo'lib o'ynayapmiz, tursangiz yaxshi bo'lardi. Bir marta o'xshayapti desam, yana yotib olmang, turing. Ana hujumga ketyapmiz. Gol! Oxirida. 3-2. 10 kishi bo'lib turibdi. Ronaldo qani? Sen gapiryapsan, men shotni ko'ryapsanmi dedim, senga qara shotga. Ronaldo mazza qildingmi? Qoravoy, eshitdingmi? Qo'shni misqolga paniklari bor-ku, 11 ta tim qora kuchukcha tug'ibdi. Hozir ekspertizaga ketishibdi. Ekspertiza aniqlangandan keyin tug'ilgan 11 ta qoravoylarni otasiga tashlab ketishar ekan.